Assalomu alaykum, hurmatli YouTube tomoshabinlari. Sizlarga o'z ishxonamizdan, hurmatli tomoshabinlar, so'rilarning narxini birma-bir yoritib beramiz. Videoda kuzatib boringlar. So'ri kerak bo'lsa, iloji bo'lsa like bosib, obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab, iloji bo'lsa mahalliy gruppalarga tarqatib qo'yinglar. Xudo xolasa YouTube tarmog'ida 500 tadan o'tdi obunachimiz. Iloji bo'lsa 1000 tadan o'tkazib olsak, xudo xolasa YouTube'da jonli efir shunaqalar ochiladi bizga. Xudo xolasa. Hop. Sizlarni ko'p kuttirmagan holatda mana bunday ajoyib bo'lgan to'rtta ustuni yong'oq bo'lgan so'rimiz. Razmeri 240 ga 290 metrga chiqishi, aytilishi 2,5 ga 3 deb aytiladi, hurmatli tomoshabinlar. Ko'rishlaring mumkin. Juda ham ajoyib va bejirim chiqqan so'rimiz. Hani bismillahirrohmanirrohim. Birma-bir sekin, shoshmasdan ko'rsataman. Video albatta so'ri oladigan odam ko'radi videoda, albatta ko'radi. Olmaydigan odam ko'rmay o'tkazaveradi albatta. Shunday. Hop. Narx-navosiga kelsak, shu turishi 4,200,000 so'm vodiy bo'ylab dastavkasi ichida, qolgan viloyatlarga 500,000 so'm qo'shiladi. Perval uyog'iga faqatgina mashinadan berib yuboramiz. Upakovka holatda bo'ladi. O'zingiz taxlatib olasiz. Shu holatda yo'q, menga kelib o'rnatib berib ketinglar degan bo'lsalaring, u yog'ini ham kelishamiz xudo xolasa. Hop, mana bu razmerimiz esa shuni 220 ga 270 razmeri, joyim sal kichikroq deganlar uchun. Buni narxi 4 million so'm, hurmatli tomoshabinlar. Hop, etap-metap birma-bir tanishtirib ketaveramiz. Bu ham xuddi shu 220 ga 270 dan. Hop, bu esa tortma gulli so'rimiz. Ko'rishlaring mumkin, juda ham ajoyib chiqqan, xudo xolasa. Razmeri 240 ga 290 bo'ladi. Hop, narx-navosi 4,500,000 so'm, hurmatli obunachilar. Mana bu yerda esa Atirgul 3-modelimiz. Juda ham chiroyli so'ri, xudo xolasa. Ko'rishlaring mumkin. Hop. Lagalari 5 talik bo'ladi. Mana oldilarini ham ko'rinishi bu hovlida juda ham ajoyib turadi, xudo xolasa. Buni narxi 6,500,000 so'm. Hop. O'zingizni kanalingizdan chiqdik deganlarga shuni 6 million so'm qilib beraman. Xon taxtasi yong'oqdan bo'lgan 1 million so'm. Shunday. Mana ajoyibidan-da. Hammamizga shunaqa so'rilarda xudo xolasa choylarni ichib, damlarni olish nasib qilsin, xudo xolasa. Bizni musofirdan kuzatib turgan bo'lsangiz, musofirlarni ham Alloh o'z panohida o'zi asrasin. Hop, mana bu so'rimiz esa tozalab gulli, to'risi va oldi bog'zida buqog'i bor karonali so'rimiz mana. Hurmatli tomoshabinlar. Hop, buning razmeri 2,5 ga 3 bo'ladi. Narxi 5,200,000 so'm. Bu narxlar 2026-yil 15-iyun sanasiga ko'ra bo'layapti, hurmatli tomoshabinlar. Shuni ham e'tiborga olib qo'yasizlar. Endi men uyda bola-chaqam ko'p, maza qilib tashqarida uxlayman deganlar uchun 2,5 ga 3,5 varianti, bizda 3 ga 4 ham bor. Xudo xolasa, videoda ko'rib turgan bo'lsangiz, aloqaga chiqaverasiz. Xudo xolasa, kelishilgan holatda olib borib o'rnatib ham berish xizmatlari ham bor. Buni narxiga to'xtaladigan bo'lsak, 6,500,000 so'm. Xuddi shu razmerda mana busi dilamas, do'lanali, oddiyroq variant bo'ladigan bo'lsa, 5,5 million so'm chiqadi. Buni 6 millionligi ham bor, 7,5 millionligi ham bor obunachilar. Hop. Undan keyingisi karonali so'rimiz. Pollarigacha laklab qo'yganmiz, xudo xolasa, chiroyli qilib. Mana hop, mana bulari yog'ochi 5 lik bo'ladi, qalinligi. Buni narxi razmeri 2,5 ga 3, oyog'i yong'oq. Buni narxiga kelsak, buni narxi 8 million so'm. Xudo xolasa, ozmoz kelishtirib beraveramiz. Aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa. Hop, mana bu legendarniy o'sha toy so'rimiz. Azizlar, bugun shunday bir nima bo'ldiki, bir kishi ancha uzoq yo'l bosib bizni kuzatib borar ekanlar, kelibdilar, shunga xaridor bo'lib, ozgina kelisha olmadik. Buni narxi 15 million so'm. Aytdilarki, men sizni anchadan beri kuzatib boraman. Bu so'ringiz baribir turibdi. Menga arzonroqqa bering dedilar-da. Qadrdonlar, tomoshabinlar,
ishlab chiqaruvchi bitta narsa bilan cheklanib qolmaydi, shuni bilib qo'yinglar. Avvalambor Alloh bozorini bersa hech gap emas bu narsalarni. Albatta sotib ham turibmiz. Nalichi bizda tayyori bor, faqat 2,5 ga 3 razmer. Qolgan razmerdan hozircha yo'q. Faqatgina qish oylarida bo'ladigan bo'lsa, qo'llar ozgina bo'sh paytida bo'ladigan bo'lsa, bundan tashqari razmerlarni qilib berishimiz mumkin. Yo 1 oy, 2 oy kutaveraman desangiz qilib berishimiz mumkin kelishilgan holatda. Hop, toy so'rimizga keladigan bo'lsak, oyoqlari yong'oq, qolgan yeri sasna materiallarda bo'lgan. Mana bularni qo'lda o'yib chiqiladi. Hurmatli tomoshabinlar, bu uyingizga borganda kayfiyatni ham ko'tarib beradigan so'ri bo'ladi o'zi. Xolos. Olganlar maza qilib, duoni qilib ishlatishyapti. Kimdir shuni narxi qimmat deydi, negativ yozadi. Misol, har kimga har qanaqa misol. Kimgadir qanaqa. Shunday. Niyat qilgan odam maza qilib ishlatyapti, xudo xolasa. Meni agar ko'rib turgan bo'lsalar, bir Samarqand katta qo'rg'onlik akamiz oldilarda shunda aytdilarki, g'ishdan supa qilgan ekanlar bir paytlar. Tomoshabinlar zeriktirib qo'ymagan bo'lsam, eshitib turasizlar. Supa qilgan ekanlar, keyin unga loyishvoq qilib, boshqa qilib, keyin xullas hasharotlar bir narsalar chiqqan ekan. Keyin menga aytib beryaptilar-da aka, buni sotib olganlardan keyin. Aka niyat qilib qo'ygan ekanlar, shunda so'rini eng zo'rini olaman deb. Albatta so'rini bundan dahshatlari ham bor. Misol uchun eng zo'rini olaman deb niyat qilib qo'ygan ekanlar. Xudo xolasa Xudoyim niyatlariga yetkazdi, oldilar albatta. O'zlari hozir musofirdalar. Samarqandlik aka, biz eshitayotgan bo'lsangiz, Alloh panohida asrasin, sizni oila a'zolari bag'riga sog' salomatlikda kelishingizni tilab qolamiz. Nafaqat ular, hamma musofirlarni ham albatta. Shunaqa yaxshi niyat qilib qo'ying, olasiz. Kim uchundir qimmat, kim uchundir o'zini puliga yarasha narsa. Bu narsalar osonlikcha bo'lmaydi, hurmatli tomoshabinlar. Mana ko'rib turganingizdek, albatta so'rilarda turi serob. Hop. Arzonroq so'ringiz bormi deganlarga hozir uni ham ko'rsatamiz. Arzonroq so'rimiz esa bitta qo'l ko'tarib qo'ychi. Hammaga salom de. Hammaga salom. Gap yo'q ana. Arzonroq so'rimiz esa mana bu bo'ladi. 210 ga 270. Materiali sasna bo'ladi. Narxi 2,200,000 so'm vodiy bo'ylab yetkazib beramiz. Shunday bizda shom mahal bo'ldi mana. Shunday. Va undan tashqari soni oz qoldi juda ham. Choyxona bob so'rilarimiz bor. Ertaga lakdan chiqadi bular. Xudo xolasa shunday. Bizning manzilimiz Namangan viloyat To'raqo'rg'on tuman Shahand Olchin qishlog'idan bo'ladi. Hurmatli tomoshabinlar, bizni televideniya orqali ko'rayotgan bo'lsangiz, telefonda ko'rayotgan bo'lsangiz, qayda ko'rayotgan bo'lsangiz ham ajratgan vaqtingizga rozi bo'lasiz. Oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, sog' salomat bo'linglar. Hamisha Allohning panohida yuringlar. Hammalaring ham yozning issiq kunlarida shunday so'rilarda, duolarda olib, chiroyli bo'lib, oila a'zo bag'rida o'tirishligimiz hammaga ham nasib qilsin. Videolarimizda kamchiliklar, xatoliklar bo'lgan bo'lsa, uzr so'rab qolamiz. Videoga like bosib, obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar. Va bundan tashqari xudo xolasa vaqtimiz bo'lmayapti. Kanalimizga bir qancha bir yangiliklarni qo'yamiz. Ishimizdan tashqari narsalarni ham agar qo'yinglar deydigan bo'lsalar, qo'yib beramiz xudo xolasa. Kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldirishlaringni so'rab qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.